Oyog'ingiz mana shu dori bor, to'g'rimi? Ori bor. Mana ushlaganingizda butun go'shi og'riydi. Hozir Ishda emasgina. hech narsa surmaganman. Limfostaz, endi albatta harakat qilmadim. Limfostaz, shish bor, kechqurunga Bu yoq tarafingizni ham bitta ko'raylik. Bu yoq taraf ham o'zi nobud, lekin bu juda nobud. Ikkalovi ham operatsiya qilindi. Lekin o'ng oyog'ingizga nisbatan chap oyog'ingizda kuchliroq. Kuchliroq. Chunki tonus ham juda kuchli. Mana bitta nima qilib turibdi? Nima deydi? Tonus juda ham bu qotib ketgan. Shunaqa gaplar. Bo'ldi, anaqa qilingchi, osmonga qarab yoting bitta. Operatsiya ikkala oyog'imda ham bo'lgan. Ikkala tizza. Operatsiyani nima operatsiya qilishdi? Mana Mana bu suyaklar o'rtasida shunaqa barmoqda payla bo'ladi. O'shalar bu yiqilganman deb uzilib ketibdi. Ular minsklar burgalanib ketgan ekan. O'shalar butunlashdi. Endoskopik kirib. o'shandan keyin foyda sezdingizmi? O'shandan keyin yurib ketdim. Bemalol bormasdim. Yaxshi. Endi qolganiga bu yoqqa kelib, bu yoqda anaqa qildim. Qani tekshirchi? Natija bo'ldi. Bizdan ancha yengillashdingiz-a? Shuni boshqacha bo'lgan sizlarga mana abdu vaqt kelgan boruvdim. Bilsangiz kerak. Bu ham neyrokineziya deb yozib qo'ydilar. Neyrokineziya bu nosga deb yozib qo'ying dedim. Lekin yo'q, men yordam bera olmayman. Xolos sizga boravering, suhbatlashan keldi. Bu ham Hozir qanaqa, yaxshimisiz? ancha. Xudo xolasa, Ancha deb deganimki, og'riqlarim yo'q-da, og'riqlarim yo'q. Hozir yurganimda og'rimayman. Bu katta narsa bu. Xudo xolasa. Mana siz yurasiz, Xudo xolasa. Yo'q, buni sizga hozir aytaman. Hammaga hazillashib aytaman. 150 mingga olganman, so'zingizlar yotadimi? Bu bezaydi, bu qadim aksessuar sanalgan. Keling shu aksessuaringizni muzeyga qo'yib qo'ya qoling, lekin foydalanmaydigan muzeylarga. Bitta joyi borki, anaqa o'rtani o'rtasida anaqa образование oldira olmadik-da, prosta qila olmadik. U shu odamni doim bir xil ushlashim uchun bir joylar bo'ladi va qalqib qolish yoqqa bu yoqqa. O'shanaqa shu bilan godam ushlab qolish uchun kerak bu narsa kerak. Bu siz yurishga harakat qiling, organizm ham shu narsaga adaptatsiya qiladi-da. Amin. Amin. Olam Allohim shu joylarni ochib, shu ishlarni tashkil qilgan azizlarni, suhbatlarni Allohim umrlar uzoq Amin. bo'lsin. Nega ish qilsalar, xayrli barakatli bo'lsin. O'zingizlarning tanjoyingiz sog', umringiz uzoq, sila baland bo'lsin. Hamisha yuzingiz yorug' bo'lsin, qo'lingiz em bo'lsin. Shu tekinga el yurtda dardiga shifoy komil ato etinglar. Topganinglar umringlarga barakat bersin. Chiroyli joylar qilib. Amin. Aytganingiz kelsa rahmat xola. U gap kichkina koridorga kirganim yetdimi? Ha. O'sha sizlarni duoinglar bilan boshqa anaqa emas. Allohning o'zi shuncha ketayotgan shuncha ish qilyapsiz, shu kichkina joyda qilasiz. Nima deyman? o'sha sizni niyatingiz, sizni duolaringiz bilan xola.